Agar siz mebelchi bo'lsangiz, men qiynalgandek, siz ham qiynalgansiz. Hozir MDF dekorda shunaqa yaxshi narsa o'ylab topishgan, mana bunaqa narsa yasalgan. Mana mashina narsani chiqarib, yig'ib 20 diametrli chiqarsa, eng qizig'i hamma qiynalgan kattasini ham chiqarib qo'yishibdi. Xo'p, obki. Mana. Eslaysizlarmi? Mashina nima? Roverda bittalab bukib chiqardik. Mashina narsani bukib roverda qilardik, xdefdan qilardik. Oddiygina mashina narsadan yig'ib, tumba yasalgan ancha arzon chiqadi bu narsa. Ancha ishimizni yengillashtiradi. Bitta baho berib ketasizlar, MDF dekor. Yana mana ko'p narsalar bor, nalichkalar bor, qoshlar bor. Kesinglar, qisqasi ishinglarni yengil bitiradi. İşimiz tez bitadi. Mana shu bitta tumbani 350-400 dollar yasirdik. Hozir bu ham ishimizni tezlashtiryapti. Tan narxi arzon chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni bir donasini bo'yi 280 bo'ladi. Bunga nechta ketadi? 3 ta dona ketar ekan. Men 3 ta dona ketadi. 3 ta mana shunaqa uzunni olib yig'ib olsanglar bo'ladi. Imami dumalog'ini ham qilib berishadi. Buni narxi bitta donasi 14 dollar. Mana bu qopqog'ini narxi 4 dollardan ekan. Demak, tepa-past 8 dollar. Ishinglar tez bitib ketyapti.